Assalomu alaykum. Bugun biz juda qiziq bir davrda yashayapmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda gap ko'p, fikr ko'p, bahs ko'p, lekin ba'zan bir narsa yetishmaydi. Bu aniq raqamlar. Shu bois gapni cho'zmayman, maqsadga o'taman. Prezident Shavkat Mirziyoyev parlament va xalqqa murojaatnomasida juda muhim raqamni aytgan edi. Bu yil tariximizda birinchi marta yalpi ichki mahsulotimiz 145 milliard dollardan oshdi. Aniq raqam aytildi, lekin ochiq aytish kerak, ko'pchilikda bu raqam bo'yicha savollar talaygina. Yalpi ichki mahsulot o'zi nima? 145 milliard dollar bu katta natijami? Bu raqam oddiy inson hayotiga qanday ta'sir qiladi? Keling shuni sodda va aniq tushunib olamiz. Yalpi ichki mahsulot bu nima? Tasavvur qiling, katta bozorga kirdingiz. Bu yerda dehqon sabzavot sotyapti, nonvoy non yopyapti, ustalar xizmat ko'rsatyapti, do'konlar savdo qilyapti. Kun oxirida savol tug'iladi. Bu bozorda bir kunda qancha pullik mahsulot va xizmat yaratildi? Ana shu hisob bozor miqyosida bo'lsa, savdo aylanmasi deyiladi. Agar shu hisobni butun mamlakat bo'yicha olsak-chi, dehqonlar hosili, zavod va korxonalarda ishlab chiqarilgan mahsulot, qurilishlar, transport, xizmatlar hammasi qo'shilib yalpi ichki mahsulotni tashkil qiladi. Ya'ni sodda qilib aytganda, yalpi ichki mahsulot mamlakat bir yilda qancha ishlaganining umumiy hisob-kitobi. 145 milliard dollar katta natijami? Ha, bu jiddiy natija. Nima uchun? Chunki O'zbekiston neft va gaz eksportlariga to'liq suyanib yashaydigan davlat emas. Dengizga chiqish imkoni yo'q. Aholisi tez o'sadi. Islohotlar oson kechmaydi. Bunday sharoitda iqtisodni katta hajmga olib chiqish o'z-o'zidan bo'ladigan jarayon emas. Buning ortida mehnat, qaror va islohotlar turadi. So'nggi yillarda mamlakat pandemiyani boshdan kechirdi. Global iqtisodiy inqirozlarga duch keldi. Tashqi bozorlarda beqarorlik kuchaydi. Shunday vaziyatda iqtisod hajmini qariyb 2 barobar oshirish bu har qanday davlat uchun jiddiy natija. Raqamlar taqqoslanganda yanada aniq bo'ladi. Bundan 8 yil avval O'zbekiston yalpi ichki mahsulot hajmi 61 milliard dollar edi. Bugun vaziyat boshqacha. Bugun valyuta bozori ochildi. Biznes faol harakatda. Xorijiy investitsiyalar kirib kelyapti. Sanoat va xizmatlar ulushi kengaymoqda. Natija 145 milliard dollar. Bu raqam bir kunda paydo bo'lgani yo'q albatta. Bu yillar davomida qabul qilingan qarorlar, islohotlar va mehnat natijasi. Endi eng muhim savol. Bundan oddiy insonga nima foyda? Yalpi ichki mahsulot o'sishi bu real imkoniyatlar demak. Iqtisod o'ssa, davlat budjeti kengayadi. Maosh, pensiya va nafaqalar uchun manba ko'payadi. Maktablar va shifoxonalar quriladi. Yo'llar, infratuzilma yaxshilanadi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi. Albatta bu hammasi bir kunda sezilmaydi. Bu murakkab va aniq strategiya talab qiladigan jarayon. Nima uchun bu qiyin? Chunki iqtisodni farmon bilan oshirib bo'lmaydi. Yalpi ichki mahsulot quruq gaplar va chiroyli shiorlar bilan o'smaydi. Buning uchun ishlab chiqarish bo'lishi kerak, eksport bo'lishi kerak, soliq tizimi ishlashi zarur, biznes erkin harakat qilishi lozim. Albatta, muammolar ham yo'q emas. Hali inflyatsiya bor, qimmatchilik bor, aholini qiynayotgan masalalar bor. Bu real hayot. Lekin yana bir haqiqat bor. Agar iqtisod o'smasa, ijtimoiy adolat ham bo'lmaydi. Muhimi 145 milliard bu oxirgi nuqta emas. Bu yo'l boshlanganining dalili. O'zbekiston iqtisodi harakatda. O'zbekiston o'zgaryapti. Bu aniq.